Katta yoshli, sog'lom insonlarda yurak urishlar soni 1 daqiqada 60 tadan 90 tagacha norma hisoblanadi. Yurak urishlar sonining 60 tadan kam bo'lishi tibbiyot tilida bradikardiya deb ataladi. Yurak urishlar sonining 90 tadan ko'p bo'lishi tibbiyot tilida taxikardiya deb ataladi. Lekin shunday holatlar bo'ladiki, yurak urishlar soni 60 tadan kam bo'lsa ham yoki yurak urishlar soni 90 tadan ko'p bo'lsa ham, buni ham normal holat deb hisoblash mumkin. Masalan, yurak urishlar soni kam bo'ladigan holatlar jismonan chiniqqan sportchilarda yurak urishlar soni normada 60 tadan kam bo'lishi mumkin. 45 tagacha, 50 tagacha yurak urishlar soni kuzatilishi mumkin. Yoki uyqu holatida ham yurak urishlar sonini tekshirib ko'rganimizda bunday holatda ham 60 tadan kam bo'lishi mumkin. Bu demak kasallik hisoblanmaydi, bu normal holat hisoblanadi. Yoki yurak urishlar soni 90 tadan ko'p bo'ladigan, aytaylik, qo'rquv bo'lganda, asabiylashganda, hayajon kuzatilganda yoki jismonan yuklamalarda, sport bilan shug'ullanganda yurak urishlar soni 90 tadan oshib ketadi va buni ham patologik holat yoki kasallik deb hisoblab bo'lmaydi. Yurak urishi tezlashganda qaysi holatlarda shifokorga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda, agar sizda yurak urishi birinchi marta kuzatilayotgan bo'lsa, oldin yurak urishi kuzatilmagan, birinchi marta bo'lib turibdi. Mana bunday holatlarda shifokor kardiologga murojaat qilish va oddiy kardiologik tekshiruvlardan, elektrokardiogramma tekshiruvidan o'tish zarur bo'ladi. Chunki yurakning ba'zi tug'ma kasalliklari, o'sha yurakda ichida impulsni o'tkazuvchanligini buzilishi bilan kechadigan ba'zi tug'ma kasalliklar oddiy yurakning tez urib ketishi bilan namoyon bo'ladi. Buni elektrokardiogramma tekshiruvidan aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi holatlar yurakning tez urib ketishi yurak sohasida og'riqlar bilan birga kechganda yoki yurakning tez urib ketishi hansirash, havo yetishmaslik hissi bilan birga kechganda, shuningdek yurakning tez urishi, bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ilashishi bilan birga kechganda, shuningdek uzoq vaqtdan beri mavjud, vaqti bilan kuzatilib turgan, hech bir sababsiz kuzatilayotgan yurakning tez urib ketishi kuzatilayotgan holatlarda, demak, kardiologga murojaat etish va chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan o'tish tavsiya etiladi. Yurakning tez urishiga sabab bo'ladigan holatlar juda ham ko'p. Ularni tushunishni osonlashtirish maqsadida guruhlarga ajratib o'rganib chiqamiz. Hozir sizga yurakning tez urishiga olib keladigan 11 ta eng ko'p sabablarni aytib o'taman. Birinchisi bu funksional holat. Ya'ni bu holat kasallik hisoblanmaydi, organizmda normal javob reaksiyasi hisoblanadi. Masalan, jismoniy yuklamalar vaqtida, ish bajarganda, hayajonlanganda, qo'rquvlar kuzatilganda yoki homiladorlikda ham yurak urishlar soni normada 90 tadan ko'p bo'lishi mumkin. Bu organizmda javob reaksiyasi hisoblanadi, ya'ni kasallik bo'lib hisoblanmaydi. Ikkinchi sabab psixoemotsional zo'riqish va panik xurujlari. Bunday vaqtda, stress vaqtida organizmga ko'p miqdorda kortizol, adrenalin gormonlari ajraladi. Bu gormonlar yurak urishini tezlashtiradi, qon bosimini oshiradi, nafas olishni tezlashtiradi. Bunday bemorlar ko'pchilik holatlarda yurak bilan bog'laydi, lekin aslida kardiogramma qildirganda yurakka aloqador o'zgarishlar topilmaydi. Panik xuruj vaqtida bemorda yurakning juda tez urishi, qo'rquv hissi, qo'llarni titrashi, terlash, havo yetishmaslik hissi, o'lib qolayotgandek tuyulish kuzatiladi. Bunday holatlarda faqat yurakni emas, asab tizimini ham baholash kerak bo'ladi. Uchinchi eng ko'p uchraydigan sabablardan yana biri bu kamqonlik yoki anemiya. Ma'lumki, kamqonlikda organizmda gemoglobin moddasi kamaygan bo'ladi. Gemoglobin moddasi organizmda kislorodni tashiydigan tuzilma. Agar shu gemoglobin miqdori kamayadigan bo'lsa, demak to'qimalarga ham, a'zolarga ham kislorod borish kamayadi. Organizm buni javob sifatida o'zini holatini muvozanatlashtirish maqsadida yurak urishlar sonini oshirib, qonni demak haydalishini, sirkulyatsiyasini oshirib, o'ziga zarur bo'lgan kislorodga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Bunday holatlarda ham yurak urishi tezlashadi. To'rtinchi eng ko'p uchraydigan sabablardan biri qalqonsimon bezning ortiqcha ishlashi. Gipertireoz holatida qalqonsimon bez gormonlari organizmda moddalar almashinuvini boshqaradi. Bu gormonlar ko'payib ketadigan bo'lsa, yurak tez uradi, ozib ketish kuzatiladi, qo'llar titraydi, issiqqa toqat kamayadi, ko'p terlash holatlari kuzatiladi. Beshinchi eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu, demak, tana harorati ko'tarilganda, shamollash vaqtida, infeksiya organizmga tushganda, tana harorati ko'tarilganda yurak urishlar soni oshadi.
Tana harorati ko'tarilganda organizmda moddalar almashinuvi, infeksiyalar bilan kurashish jarayonlari tezlashadi va kompensator ravishda yurak urishlar soni ham oshadi. 6-chi eng ko'p uchraydigan sabablar bu suvsizlanish holatlari. Organizm qaysi holatlarda suvsizlanadi? Yetarlicha miqdorda suvni qabul qilmasa yoki issiq havoda ishlaganda yoki yurganda, ko'p terlash natijasida suyuqlik yo'qotganda yoki davomli ko'ngil aynish, qayd qilish kuzatilganda, ich ketish holatlari kuzatilganda organizmda suvsizlanish holati kuzatiladi va bunda organizmda yurak urishlar soni, demak, oshishi kuzatiladi. 7-chi sabablardan biri bu qon bosimi tushib ketganda. Qon bosimi tushib ketganda to'qimalarga, hayotiy zarur bo'lgan to'qimalarga, aytaylik, bosh miya, buyraklar, yuraklarga qon borishi, demak, kamayadi. Bunga organizm javob sifatida o'zini hayotiy muhim a'zolarini saqlab qolish maqsadida, demak, qon tomirlarini toraytirib, yurak urishlarini oshirishga sabab bo'ladi. 8-chi eng ko'p uchraydigan sabablardan yana biri bu yurak ritm buzilish holatlari. Ba'zida yurakni elektr tizimida noto'g'ri ishlash kuzatiladi. Natijada yurak to'satdan tez urib ketadi, birdan boshlanadi, birdan to'xtaydi. Ba'zan davolanmasa doimiy xarakterga ega bo'lishi mumkin. Bular albatta kardiolog tomonidan tekshirilishi kerak. 9-chi yurakni tez urishiga sabab bo'ladigan kasalliklarning katta guruhi bu yurak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Nazariy jihatdan yurakning barcha kasalliklari yurakning tez urishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu qon bosimining ko'tarilishi, yurakda kuzatiladigan ishemiya, o'tkazilgan miokard infarkti, yurak mushaklarining yallig'lanishi, miokarditlar, kardiomiopatiyalari, klapanlarning tug'ma, orttirilgan kasalliklari, bularning barchasida yurakni, demak, tez urishiga sabab bo'lishi mumkin. Sabablarning 10-chisi bu dori vositalari va moddalar hisoblanadi. Bronxial astmada Hobelda ishlatiladigan ko'pchilik dorilar, salbutamol, efilin dorilari yoki tarkibida kofein saqlaydigan dorilar yoki tarkibida nikotin tutadigan moddalarni iste'mol qilish, sigaret chekish, alkogol iste'mol qilish ham yuraklar urishlar sonini tezlashishiga, ortishiga olib keladi. Yurakni tez urishiga olib keladigan 11-chi eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu qondagi elektrolitlarda buzilishi. Kaliyda, magniyda, kalsiyda miqdoridagi o'zgarishlar ham yurakni urishlar sonini tezlashiga olib keladi. Yurakni tez urishi kuzatilganda qanday tekshiruvlardan o'tish zarur bo'ladi? Birinchi oddiy tekshiruv bu EKG tekshiruvi. EKG qilinganda, demak, yurak urishlar sonini, u yerda aritmiyalar buzilish holatlari bor yo'qligi haqida xulosa qilish mumkin. EKG ayni vaqtda, demak, kardiogramma qilayotgan vaqtida yurak faoliyatini aks ettiradi. Bundan tashqari, kundalik faoliyat davomida, uyqu vaqtida yoki psixoemotsional zo'riqish, ish vaqtida yurak urishlar soni, uni ritm holatlari haqida to'liq ma'lumot bera olmaydi. Bunday to'laqonli ma'lumotlarni Holter tekshiruvi yordamida olish mumkin. Zarur holatlarga qarab 1 kunlik, 3 kunlik, 5 kunlik, 7 kunlik va undan ko'p miqdorda kunlarni belgilagan holda, demak, Holter monitoring qilib boriladi. Yurakni tez urish holatlari, qachon, qaysi vaqtda eng tez urgan, eng sekin urgan va boshqa turdagi aritmiyalar haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Keyingi tekshiruv bu ekokardiografiya tekshiruvi, yurakning tuzilmalari haqida, yurakning devorlari, klapanlari, uni organik kasalliklar mavjud yo'qligi haqida xulosa qilish mumkin. Bundan tashqari yana yurakni tez urishini tekshirish sabablari usullaridan biri bu elektrofiziologik tekshiruvlar. Keyingi tekshiruvlar shifokor ko'rikdan o'tgandan so'ng sizga qon analizlari berilishi mumkin. Bu umumiy qon tahlili, gemoglobin miqdorini aniqlash yoki qalqonsimon bez gormonlarini tekshirish yoki qondagi elektrolitlar miqdorini aniqlash, yurak faoliyatiga oid tekshiruvlar o'tkazilishi tavsiya etilishi mumkin. Yurak urishi tezlashganda davolash tamoyillari faqatgina uni yurak urishlar sonini, demak, kamaytirish yoki normallashtirishdan iborat emas, balki uni asl sababini topish va shu maqsadga davolashni yo'naltirish zarur bo'ladi. Yuqorida biz bir nechta holatlar, kasalliklar aytib o'tdik. Mana shunday holatlarda aytaylik, agar kamqonlik kuzatiladigan bo'lsa, gemoglobinni normallashtirish kerak bo'ladi. Gemoglobinni normallashtirish orqali yurak urishlar sonini kamaytirish mumkin. Bunday holatlarda yurak urishi haddan tashqari tezlashganda yurak urishini kamaytiradigan dorilardan vaqtinchalik foydalanib turish mumkin. Lekin asl sabab yo'qotilmaguncha yurak urishlari normal holatlarga qaytmaydi. Yoki qalqonsimon bez gormonlari faoliyati oshganda, bunda ham shu gormonlarni, demak, muvofiqlashtiruvchi terapiya, davolar olib boriladi
Faqatgina yurak urishini kamaytiradigan dorilar bilan buni demak butunlay bartaraf etib bo'lmaydi. Xuddi shunday suvsizlanish holatlarida ham organizmda suv balansini tiklash orqali yoki tana harorati ko'tarilganda haroratni normallashtirish orqali yoki bo'lmasa o'sha dori vositalarini ham inobatga olish kerak. Ba'zi kasalliklarda ishlatilayotgan yoki o'sha nikotinga boy energetik ichimliklarni yozatilayotgan bo'lsa, bunday holatlarda bularni demak bartaraf etish orqali yurak urishlarini normallashtirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yurak urishini normallashtiradigan, yurak urishlar sonini kamaytiradigan dori vositalari ham mavjud. Masalan, bisoprolol, nebivolol, metoprolol, karvedilol, verapamil, kardoron, propanorm, etazizin bunday dorilar miqdori juda ham ko'p. U albatta kardiolog ko'rigidan, tekshiruvlardan o'tib, yurak urishlar sonini demak sabablari aniqlanib, holatlari aniqlanib, albatta shifokor ko'rigidan so'ng tavsiya etiladi. Bundan tashqari kateterli ablatsiya, ya'ni yurak urishini tezlashtirishga olib kelayotgan aktiv o'choqlarni topish va ularni kuydirishga qaratilgan davolash tamoyillari ham mavjud. Yurakni tez urish holatlari shifokorga murojaat etishga olib keladigan eng ko'p sabablardan, savollardan biri hisoblanadi. Sizda ham yurakni tez urish holatlari kuzatilganmi? Kuzatilganda qanday vositalar yordamida uni bartaraf etgansiz? Qaysi sabablarga ko'ra kuzatilgan? Buni albatta izohlarda yozib qoldiring. Biz uchun, kuzatuvchilarimiz uchun foydali bo'ladi.